Barchaga assalomu alaykum. Men ismim Bekzod, Amazon avtomaktab bosh menejerman va O'zbekistondan bizning haydovchimiz Dilshod aka sababli vizalarni olib keldilar va bugun ular kod 95 ga topshirdilar. Bugun medkomissiyadan psixotestdan o'tadilar nasib bo'lsa shu ofisda va kod 95 dan 3-4 haftada olib, nasib bo'lsa furaga ishga chiqib ketadilar. Dilshod aka, jarayon qanday bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hurmat bilan Dilshod Isalov. Ko'pchilikka sir emas, biz yaqin 3 yil davomida Amazonik logistika kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab kelamiz. O'zbekistondagi fura haydovchilarini ko'pincha mana shu Amazonik kompaniyasiga yetkazib berish orqali hujjatlarni to'ldirib berishga yordam beramiz. Navbatdagi mijozimiz Salohiddin aka, andijonlik, ko'pchilik tanigan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Shu hujjatlarni to'ldirib berdik, viza olib chiqdilar va katta haydovchilar va sizlarga qolgan taqdim qilyapmiz. Yevropada misol uchun ishlariga omad tilaymiz. Aka, Bitta so'zlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Mana Nasib ekan Dilshod Isalov bilan aloqalashib, gaplashib, hujjatlarni tartib bilan bajardik, qildik hamma narsani. Xudo xolasa, Xudo nasib qo'shgan ekan. Vizamiz chiqdi. Undan keyin mana Bezbek akamiz oldiga keldik, mana shu Amazon kompaniyasiga keldik. Bu yerda kod 95 ga hujjatlar rasmiylashtiryapmiz hozirgi kunda. Hozirda vaqtda o'zi Medkorida hamma narsa mana shu yerda o'zida bitizar ekan. 3-4 haftada olib, Xudo xolasa nasib qilsa yo'lga chiqib ketamiz. Sizlarga rahmat. Katta rahmat. hamma soprovождениyasi ichida kelishadi, kutib olamiz, yotoqxonasini ta'minlaymiz, hujjatlarini ham ta'minlab ishga chiqarib yuboramiz.